Andijonda katta maxluq paydo bo'libdi. Siz qanaqa maxluq deb o'yladingiz? Biz ungacha mana bu maxluqni siz bilan bitta to'liq obzorni qilib chiqamiz. Ungacha bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bo'lmasa biz obzorni boshladik. Bu maxluqni birinchi ko'rinishi bilan siz bittada yoqtirib olasiz, chunki mana oldi mordasi bor-ku, juda chiroyli, undan tashqari zamonaviy qilib ishlangan. Kunduz yoriq chiroqlari, pavrotlar ham shu yerda, danli bilijning pastdagi tumangasini ham neobishni qilgan. Undan tashqari mana oldi morda qatta. Bu dunyoniki emas edi-yu. Hop, jag logotiplari. Maytda adaptivniy cruise control, bu avtotarmaneja hamma ularni oladi. 360 kamerasi, tepada polisi uzajeniyalari, hamma funksiyalari bilan jihozlangan. Undan tashqari yerdan balandlikni ko'ryapsizlarmi? Bu necha qarich, bu salkam 40 santimetrdan ziyod yerdan baland turibdi. Undan tashqari sizga buni motor qismini bitta ko'rsataman hozir. Vashim maza qilib olasiz. Buni motor ichida nechta ot kuchi yotibdi, hozir sizga aytaman. O'zi kapot yashi ko'kragimdan kelyapti. Hop, motori 2 turbina, 220 tadan ortiq ot kuchiga ega. Undan tashqari qaranglar mana. Motor kattaligini, mexanizmi ko'pligi hisobiga ikkita antifriz sovutish sistema uchun ishlaydi. ABS, undan tashqari YVDlar, korobkalarini sovutish uchun bitta отдельный shu radiator, bu motor qismini. Radiator 4x4, undan tashqari yana 5-6 xil rejimlari boslanib ko'ramiz. Shuni hisobiga buning uchun sovutish kerak bo'ladi korobkani. Shunaqa funksiyalarga ega. Xo'p, undan tashqari mana takadiska zavodskiy quyma bo'ladi. Bitta xadovoy sistemasini oling. Ustalar nima deyapti bu xadovoylari ichim? Kelib o'zlaring bitta ko'zlamay ko'ringlar. Bakoylari avtomatik yopiladi. Undan tashqari 360 kamera, slipoy zona, eshigida besprovod nima, beskruchniy dastup, paroglari ham neobishniy qilingan. Endi ichki ko'rinishdan oldin bitta orqa qismini ham ko'ramiz. Orqasi zavodskiy sakadiskada razmeri 18 bo'ladi. 260 ga 60 18 razmerda. Orqa tomoniga o'tadigan bo'lsa, orqasini ham juda chiroyli ishlagan. Faralari, undan tashqari mana dugalarga katta ahamiyat bergan. Haqiqatda bu duga juda chiroyli mashinaga vid bergan. Undan tashqari hozirgi kunda biz ustalar nima qilyapti? Bunga olasiz shtorka, olasiz bunaqa tenta yasab beryapti. Orqada ham 360 kameralari, patkroniklar, zadniy yurganingizda umuman qiynalmaysiz. Mashin necha kilo yuk ko'taradi deb o'ylaysiz? Bu hozirda 1 tonna 100 kitobida yozadi, lekin 1,5 tonna yukni ko'rdim demaydi. Tortayotganda ham umuman qiynalmaydi. Bu tarafda ham xuddi o'sha zavodskiy sakadiskada paroglari, beskruchniy dastup. Endi men sizlarga hozir ichki salonni video ko'rsataman. Qismiga keladigan bo'lsa, ichki qismiga chiqishda o'sha parokka ayolni qo'yib, mana bu yerda bemalol ushlab, bemalol xotirjam o'tirishsiz bo'ladi. Bu yerda besprovodnoylari bor. Bitta mana pulti bo'ladi. Hop, sizlar o'tirishlaring bilan sidina sizlar quchoqlaydi. Sidinalarimiz hammasi elektronika bo'ladi. Original charmlar bilan qoplangan. Rul sportivniy rul qo'yilgan, cruise kontrollari, juda chiroyli monitor. Undan tashqari tabloda ham ko'ryapsizlarmi? Neobishniy qilib ishlangan. Hamma yo'g'i koja, monitor, 17 dyumli zavodskiy ruschada bo'ladi. Klimat kontrollari albatta. Sizlarga aytgan rejimlari mana bu barda joylashgan. Mana bu yerda 4 xil rejimi bor. Sport, Eco, Normal, Sinov. Yuqori nimalarda? Elektron uchish, avtohold, 8 pog'onali korobka sistemasi bo'ladi. Bu ancha-muncha mashinada yo'q. Ko'pida 6 talik bo'ladi korobkalari, yo 5 talik bo'ladi. Bunda 8 talik. Hop, bu yerda qizishlari, ayni bakovoylar, mana ham stabilizator, gorniy rejim, ya'ni mana bu yerda esa rejim ham ko'rishi mumkin. Talik to'rttalik to'lovani tortadi. Undan tashqari mana to'r eli tog'li hududlarda yoki qum joylarda bemalol suzib olib chiqib ketadi. Mana bu yerda pastlaganlik, undan tashqari kichkinagina bari, lekin bu yerda bir to'rtta flash solib qo'ysangiz bemalol muzlataveradi. Undan tashqari mashinani hamma joyi black pena qilib qolatilgan. Undan tashqari pataloylarni ham qarang, pataloylarni ham qop-qora qilishgan, stoykasiga qora qilishgan. Bitta tonirovkani tortsangiz maza qilib yuborasiz. Eng yoqqani mana ko'rdingiz, mana bu yerda lyukt ko'rdingizmi? Lyuki ham bor, bu mashinamiz bor-ku. Endi mana bu yerda svetlari, bu narsalar hamma mashinada ko'p mashina bor. Haqiqiy inomarkada jaydari baquvvat mashina minaman deganlar uchun shu mashina tavsiya qilaman. Shaharchida ham avtomat korobka maza qilib haydaysiz, toqqa ham zo'r tortadi. Xo'p, oldini mana o'zimizga moslaymiz. Mashina normalniy, yurishga qulay, mencha cho'ktirib oqayib yuraman deganlarga-da. Endi orqa qismini ham bitta ko'ramiz, chunki ko'p pikaplarda orqasi qor bo'lib qoladi deyshadi. Men sizlarga bitta o'tib ko'rsataman. Xo'p, orqa qismiga ham chiqadigan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, bemalol joy bor. Qiynalmay ketasiz. Men o'zim ham yurib ko'rdim bu yerda. Undan tashqari bitta o'sha palagonniklar, buni ko'tarib qo'ysiz, yana bir kishi sig'oradi, 3 kishi qiynalmay ketadi. Kengina ichi. Yumshoqliklari ham vashim zo'r ekan. Xohlasangiz kelib tezroq qilib ko'rishingiz ham mumkin. Maza qilib off-road mashinalarga chiqadiganlar nimalar haydashyapti. Xo'p, yana kimga tavsiya qilgan bo'larsiz? Albatta kommentariyada yozib keting. Mabodo shu mashina bitta olay deb shu kommentariyaga yozib, inshaalloh nasib qilsin deb yozib keting albatta. O'zingizga ham, bizga ham qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Xo'p, bu mashinani endi narxini tashqarida gaplashamiz. Bu mashinamiz narxini juda ko'pchilik qimmat bo'lsa kerak deb o'yladi ham.
Xo'p, nima savollaring yo'q, qiziqtirgan o'sha ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilsalaring ham bo'laveradi. Bu mashinamizning hozirgi kundagi narxi 399 million. Bu 12 ta viloyatda avtosalonlarimiz ham mavjud. Mana shu pastdagi nomerga telefon qilsalaring, o'zlariga yaqin filiallarimizga jo'natishadi. Va albatta mashinamizni qora rangi, nardagi rangi, ko'rib turgan oq ranglangan nalichda tayyor. Sizlar nomlangan chiqartirib beramiz. Albatta, grafiklari, to'lov usullari kerak bo'lsa ham, avtosalonga tashrif buyuringlar. Bundan tashqari o'sha pastdagi nomerga telefon qilsalaring, menejerlarimiz sizlar bilan bog'lanishadi. Albatta, bizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like bosib ketinglar. Bundan tashqari pastga bosib bersalaring, shunaqa pul topar, bunaqa zamonaviy inomarkalarni sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Keyingi videolarni ko'rish uchun albatta podpiskaga bosing va qo'llab-quvvatlashni unutmanglar.